Iblis. Alloh buyuradi. Alloh iymon keltirganlarga Fir'avnning xotinini misol qilib keltiradi. O'shanda u: Robbim, menga o'z huzuringda jannatda bir uy bino qilgin. Menga Fir'avndan va uning ishidan najot bergin va menga zolim qavmdan najot bergin deb aytdi. Tahrim surasi 11-oyat. Alloh iymonsizlarni sevmas degani ularni afv etmas, tavbalarini qabul qilmas deganidir. Shuning uchun ham kufri va kibrlangani tufayli iblisni afv etmagan va tavbasini qabul qilmagandi. Holbuki Hazrati Odamni afv etib, uning tavbasini qabul qilishini bildirgandi. Chunki odam nafsining aybdorligini tan olgan va afsus nadomatlar qilib nafsini koyigan edi. Hazrati Odamning qilgan gunohi aslida u qadar katta gunoh bo'lmasa ham, zohiran gunoh qilganlar holatidadirlar. Shuning uchun Hazrati Havo va u birgalikda shunday dedilar. Ular: Odam va Havo, Parvardigoro, bizlar o'z jonimizga jabr qildik, zulm qildik. Agar bizlarni mag'firat va rahm qilmasang, shubhasiz ziyon ko'rguvchilardan bo'lib qolurmiz, dedilar. Hazrati Odam pushaymon bo'ldi. Qatiyan tavba qilib, Robbining afini tiladi. Allohning rahmatidan aslo umid uzmadi. Shuning uchun ham Robbimiz marhamat qiladi. Ey Muhammad, mening o'z jonlariga haddan ziyod zulm qilgan bandalarimga ayting: Allohning rahmatidan umid uzmanglar. Albatta Alloh o'zi xohlagan bandalarining barcha gunohlarini mag'firat qilur. Albatta uning o'zigina mag'firatli, mehribondir. Holbuki iblis o'z nafsining aybdorligini tan olmadi, qilgan ishiga afsuslanmadi va nafsiga tanbeh bermadi. Tezda tavba qilib, Allohning afini so'rash yo'liga kirmadi, yo'liga yurmadi. Aksincha, Allohning rahmatidan umidini uzdi, kibrlandi. Kimki iblisday harakat qilsa, tavbasi qabul qilinmaydi. Kimki Hazrati Odamday harakat qilsa, Alloh uning tavbasini qabul qiladi. Chunki nafsning shahvoniy hoyu havasdan yuzaga kelgan gunohning afv etilishidan umid qilsa bo'ladi. Kibr va manmanlikdan yuzaga kelgan gunohning esa afv etilishidan umid yo'q. Hazrati Odamning gunohi nafsining shahvoniy orzusi tufayli yuz bergandi. Iblisning gunohi esa kibr va manmanlikdandir. Bir kuni iblis Hazrati Musoga kelib dediki: Alloh seni payg'ambarlik berib, xos qullaridan qilib oldi. Sen bilan suhbatlashib turadi. Muso: Shunday, muroding nima? Sen kimsan? Iblis: Ey Muso, Robbingga bandalardan biri tavba qilmoqchi deb ayt. Iblis shu so'zlarni aytayotganda Alloh vahiy yo'li bilan Hazrati Musoga ma'lum qildiki: Ey Muso, oldinga kelgan shu bandaga bayonnomang qabul bo'ladi. Agar Hazrati Odamning qabriga sajda qilsang, tavbang inobatga olinib, o'zing afv etilasan deb ayt. Hazrati Muso Allohning bu vahiysini iblisga bildirdi, lekin iblis achchiqlandi va shunday dedi: Ey Muso, men jannatda uning tirigiga sajda qilmadim. Endi o'ligiga sajda qilamanmi? Bir kun iblis dediki: Yo Rabb, odam tufayli meni jannatdan quvding. Faqat bilib qo'y, sen meni qanday bezor qilgan bo'lsang, men ham uni shunday bezor qila olaman. Alloh buyurdi: Sen odamlarni bezor qilguvchisan. Payg'ambarlarni shayton bezor qila olmaydi. Iblis: Yana nima? Alloh: Unda odamdan tug'ilgan bola qancha bo'lsa, sening ham shuncha bolang bo'ladi. Iblis: Yana nima? Rabb: Qalblariga vasvasa solishing mumkin. Iblis: Yana nima? Rabb:
barcha yordamchilaring bilan ularni yo'ldan ozdirib, harom daromad va harom xarj qilishlari, buzuq va xurofiy narsalarga mayl etishlari, yomon amallar bilan obro' bo'lishlari va orzu-havaslar ostida o'ralishishlari, tavbani tark etishlari uchun vasvasaga sola olasan. Allohning iblisga shularni qila olasan deb bildirishi tahdid ohangidadir. Ya'ni, qani shularni qilaverchi, keyin ko'rasan qabilidadir. Shuning uchun albatta bizning oyatlarimizga egrilik qiladigan, ya'ni ularni buzmoqchi bo'lgan kimsalar bizga maxfiy noma'lum bo'lib qolmaslar. Axir do'zaxga tashlanadigan kimsa yaxshiroqmi yoki qiyomat kuniga xotirjam holda keladigan kishimi? O'zlaringiz xohlagan amalni qilaveringlar. Albatta, u qilayotgan amallaringizni ko'rib turguvchidir. Ma'nosidagi oyatning o'zlaringiz xohlagan amalni qilaveringlar jumlasini tashkil etgan parchasi ham shu qabilidandir. Shundan keyin odam kelib Allohga dedi: "Ey Robbim, mening boshimga balo qilding. Men uning vasvasalaridan o'zimni faqat sening yordaming bilan himoya qila olaman." Alloh marhamat qildi. Har tug'ilgan bolangga bir himoyachi farishtani vakil qilib qo'yaman. Odam: "Yana nima?" Rabb: "Bir savobga 10 savob beraman." Odam: "Yana nima?" Rabb: "Jonlari tanlarida ekanligida tavbalarini qabul qilaman." Odam: "Yana nima?" Rabb: "Ularni afv etaman." Odam: "Yetadi, yo Rabb." Oradan bir muncha vaqt o'tgach, iblis takroran kelib dediki: "Yo Rabb, odamlar uchun payg'ambarlar yubording, kitoblar indirding. Qani mening payg'ambarim?" Rabb: "Kohinlar, folbinlar sening payg'ambarlaring." Iblis: "Kitoblarim nima bo'ladi?" Rabb: "Igna bilan badanga solingan rasmlar ham sening kitoblaring o'rniga o'taveradi." Iblis: "Hadisim nima?" Rabb: "Yolg'on." Iblis: "Qur'onim nima?" Rabb: "Qofiyali safsatalar, maddohlikdan o'zgasini bilmaydigan she'rlar." Iblis: "Muazzinim, mazmunsiz shovqin taratuvchi cholg'ular." Iblis: "Masjidim qayer?" Rabb: "Tungi ko'chalar." Iblis: "Uyim qayer?" Rabb: "Hammomlar." Iblis: "Yeydiganim nima?" Rabb: "Harom yo'l bilan yo ishlamay topilgan taomlar." Iblis: "Ichadiganim nima?" Rabb: "Aql idorasini yo'q qiluvchi ichimlik va karaxt qiluvchi moddalar." Iblis: "Tuzoqlarim nimadir?" Rabb: "Buzuq xotinlar."